Hammaga assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan 12 soatim qanaqa o'tishini bo'lishaman. Deyarli u yoq bu yoq 2,5-3 soatcha uxladim. Hozir svet yoqmaganman, kamerada ko'rinadi. Mana mashtimga, mana mash tarafimga qattiqroq o'g'ri chiqishni boshladi. Aprel oyidan beri lecheniya olayotganimning hisobiga menda уже yo'nalish bor. O'g'ri chiqsa nima qilish kerak? Sumkamni ichida dorim bor ekan. Bu dorini ichish bir oy to'xtatganman, bir oy oldin to'xtatganman. Tushunishlar bo'yicha u dori meni tugagandi. Bilmayman qatdan u sumkamga tushib qoldi yana. Ko'p emas, 4 ta, mana shunaqa 4 ta dona. O'shani olib kechqurun soat 9:30 uxlashdan oldin ichdim. O'shdagi 1 soatda hayotim o'ta go'zal edi, ya'ni 1 soatlardan keyin oshqozonimni mana shu mashtibrada oshqozon to'rim. Anatomiyada dahshat o'qiganman-da. Oshqozonimni mana shu tarafida og'riq boshlandi. Bu kuchayishni boshladi, qo'yilmayishni boshladi. Uxlatgani yo'q, umuman uxlatmadim. Men uxlamaganimda bomdod vaqti bo'lgan edi. Bugun nima qilamiz? Boshimni yuvib ukladka qilishim kerak, chunki nihoyatda xarob ahvoldaman. Shtativimni ukam buzib qo'ygan, o'shani hisobiga rosa qiynalganman-da shtativsiz. Mamnun qaranglar. Molmisan deydigan odam yo'q. Sizlarni bilmadim, meni любой tongim hech qachon estetichniy boshlanmaydi. Примерно mana shunaqa boshlandi, keyin odam bo'lamiz. Короче, завтрак tayyorlaymiz. Sir bilan qora non, qandda zaytun bor, o'shani olib kelamiz. Tariyaq olamiz. Non emas yetadi non. Xonaga kirishim bilan sразу futbolkamni almashtirib oldim. Keyin ham sochlarimga termozashitani sepib quritishni boshladim. Düşündüm sensiz nasıl yaşanacaklar. Gözlerimde canlanınca yaptığın haksızlıklar. Güçlendim, her şey bambaşka olacak. Hozir kiyimlarimni taxlashni boshladim. Ertalab uyg'onganimda oyi meni umuman shimim qolmabdi ko'chaga kiyishga deb oyimga gapirgandim. Tilimiz vosiylar arziydi, chunki mana shuncha shimim bor. Endi bu tag'inam bu yoqqa siqqani, chunki to'lib turibdi-da. Hozir men kelib qolganini taxlayman, sig'maydi ko'pi. Shuncha shimimdan faqat mana shunisini kiyaman. Nimaga bunaqa, nimaga? Varırken görmek, seni ağlatabilmek, geçmişi sen